92 sure Leyl. Mekke'de nazil bolgan 21 ayet. Nahayet şefqatlik ve mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Qarang'uliqi alamni qaplagan kecha bilan qasamki, yo'rig'an chaqdiki kunduz bilan qasamki, er ayolni yaratgan zot Allah bilan qasamki, sizlarning amalinglar shak shubhasiz xilma-xildir. Pul melini Allah'ның razılıq üçün sarf qılgan, taqvodorlik qılgan, kelime tevhidni tasdiq qılgan odamga kelsak, onunğa biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. Bexillik qilib Allah'ның savobidan o'zini behojat hisoblagan, kelime tevhidni inkor qilgan odamga kelsak, biz onunğa yomon yo'lni muyassar qilib beramiz. O do'zaxga tashlangan chaqda onun meli hech narsaga esqatmaydi. To'g'ri yo'lni ko'rsatishga shak shubhasiz biz mas'ulmiz. Dunyo va oxirat shak shubhasiz bizning ilikimizdadir. Sizlarni lavildab turgan o'tdan ogohlantirdim. Onunğa faqat haqni inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odamlar kiradi. Paklanish uchun mol-mulkini yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan odam onundan, ya'ni o'tdan yiroq qilinadi. Onun qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yandirish uchun emas, faqat ulug' Parvardigorning roziligi uchundir. O, ya'ni ihson qilguvchi odam Parvardigorning bergan mukofotidan cho'qqum rozi bo'ladi.